Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Limonchilik agroxizmat YouTube kanalimiz aziz obunachilari. Bugungi sanamiz 30-dekabr 2025-yil hafta kuniga seshanba. Xo'p, mana shu videoda aytib olaman, xudo xolasa. Dehqonlar, mana shu yakunlanadigan yilimiz, yangi boshlanadigan yangi yillarimiz barchamizni dehqonchiligimizga baraka bersin. Omad har bir qiladigan ishlarimizga Alloh baraka bersin, omadimizni bersin. Har bir kasbimizga Alloh baraka bersin. Shu qatori mana shu bizni kuzatadigan dehqon akalarimiz, musofirda yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz barchalarini kirib keladigan yangi yil bilan o'zim nomimdan, mana shu jamoamiz nomidan, gruppamizdagi adminlar nomidan, hamma nomidan tabriklab qolaman. Xo'p, dehqon akalar, bugun Uchko'prikka kelganmiz, yoyilmaga. Faxriddin akamni xonadonlariga kelib, mana shu limonlarni shakllarini berish uchun keldik. Mana shu ikki qatorimiz dehqon akalar shakllarini berib bo'ldik. Xohlarimiz. Xo'p, dehqon akalarning ko'pchilikda savol bo'layotgandi. Limonni bargi to'kilishi haqida. Mana limonni barglari mana shu holatda to'kilib ketyapti. Ko'pchilik bizga savol tariqasida shuni berayotgandi. Shunga qisqacha Alloh qodir qilguncha bir ma'lumot bersak, albatta mana shu beradigan ma'lumotlarimizni dehqon akalar qo'llab-quvvatlab like bosib qo'ysalaring, mana shu chiqaradigan videolarimiz ko'proq dehqon akalarimizga, opa-singillarimizga boradi va o'zlariga kerakli ma'lumotni oladi degan umidamiz. Demak, dehqon akalar, hozirgi kunda, ya'ni kech kuz va qish oylarida limonlarda barglarda to'kilishi. Xo'p, bu barglarda to'kilishining asosiy sabablari 7 ta 8 ta holatda barglar to'kiladi. Tabiiy holatda to'kilishi o'tgan yili xuddi mana shu yerda ham video qilgan edim, adashmasam. Tabiiy holatda barg to'kilishi bu 2 yoshlik, 3 yoshlik yoshi katta barglarni to'kib, limon daraxti o'zi yangilab boradi. Lekin kasallangan holatda to'kilishi bu yoppa to'kiladi. Ya'ni agar o'rgamchikani zarar yetkazgan bo'lsa, bunda ham mana shu aynan o'rgamchikana bilan zararlangan daraxtlarimizda barglar to'kilishi kuzatiladi. Lekin asosan mana shunaqangi ko'proq kuzatiladigan joylarimizda dehqon akalar yerni zagligi, ya'ni hozirgi kunda qish oyi, mana dekabr oyi, yerlarimiz zag, mana ko'rib turibsizlar, yashil holatda turibdi yerlarimiz. Yerlarimiz zag va buni tortadigan ariqlarimiz sayoz holatda bo'lganini hisobiga hozirgi kunda dehqon akalarimiz tuproqlarimiz muzdek, ya'ni tuproqni ushlab ko'rgan paytingizda tuproq yuzasi muzdek bo'lganini hisobiga ularni sezuvchi, ya'ni popuk tomirlari bilamiz, ko'p videolarimizda aytganmiz. Ya'ni mana shu daraxtni popuk tomirlari stoldan aylanasiga 40 yoki bo'lmasam 60 santida sezuvchan popuk tomirlar joylashganini hisobiga muzdek tuproqlarda limon daraxti stress holatiga tushadida va limonlarni bargini to'kish holati yuzaga keladi. Bu barg to'kish yana boshqa omillarini ham aytib o'tib ketdim, ya'ni 7 ta 8 ta omili bor deb sanab o'tib ketdim. Kasallangan daraxtlarda, ya'ni tomir kasallangan daraxtlarda yoki bo'lmasam shu zararkunandalar yetkazgan paytida, zarar yetkazgan paytida yoki bo'lmasam dorilarni dozasidan oshiq, ya'ni peridoza deb qo'yadi kitobiy tilda, peridoza holatida sepilgan dorilar ham daraxtlarni barglarini to'kib yuborishni, daraxtlar barglarini to'kib yuborishi mumkin. Lekin hozirgi kunda mana bu yerga kelib men mana shu narsani bildim.
Hop, xos telefon bo'lib qoldi. Hurmatli dehqonlar, hozir mana shu yerga kelib kuzatganim bu namlik yuqori bo'lib ketgan va shuni hisobiga tortadigan ariqlarimiz yo'qligini hisobiga, ya'ni zakni tortadigan ariqlarimiz yo'qligini hisobiga mana bu yuzadagi tuproqlarimiz sovuq, ya'ni muzdekligini hisobiga daraxtlar stress holatiga kelib to'kib yuborgan. Hozir u chekkada bitta daraxt ko'rsataman sizlarga. Buni sababini sizlarga keltirib ham, ya'ni ko'rsatib ham beraman. Hozir ko'rsatib ketaman. Hop, hurmatli kuzatuvchilarimiz, hurmatli dehqon akalarimiz, opa-singillarimiz, mana shu daraxtni ko'ringlar. Barglarini to'kmagan, lekin yoshi katta barglar, mana hozir yaqinroq kadrdan ko'rsataman. Yoshi katta barglar to'kilgan, lekin asosiy yosh barglarimiz yoki bo'lmasam qolgan barglarimiz mana shu holatda, yaxshi holatda turibdi. Buni sababi mana bu yerda mana chuqur holatda joyimiz bor ekan. Bu 1 metrdan pastroq ekan. Hozir Faxriddin akam kelishgandan keyin so'radik. 1 metrdan chuqur, mana shu yerda chuqurlik bor ekan. Shuni hisobiga hozir Alo. Assalomu alaykum. Aka, hozir kontent qilib turdik aka, YouTube'ga video qilib turdim. Hozir qaytarib boraman. Hozir qaytarib boraman aka. Hop, mana buni kelib anaqa qilgan paytimizda o'zim ham ko'rdim. Ya'ni dehqonlar mana yuza qismini ko'rib turibsizlar, ha? Yuza qismi daraxtda mana yuza qismidan mana bu chuqur joyimiz 1 metr oshiqroq past ekan. Shuni hisobiga bundagi zak namni bu mana shu chuqurimiz tortib yuboryapti. Shuni hisobiga mana bu daraxtimiz sog'lom, ya'ni barglarini to'kmagan, stress holatiga tushmagan. Lekin qolgan mana bu limonlarimiz, bularda namlikni tortadigan ariq yo'qligini hisobiga barglarini to'kib yuboryapti. Endi dehqonlar mana bunaqa qilib mana ariq ochtiryapmiz. Hozir mana Faxriddin akam o'zlariga tushuntirib berdim. Mana namlikni ko'ryapsizlar, bu yerdan chiqadigan nam tuproq, mana namlik tuproq. Keyin daraxtdan hozir 1 metr qochirib, mana shu daraxtdan 1 metr qochirib mana shu ariqni kavlatyapmiz. Chuqurligi 50 santi bo'ladi, eniga ham 50 bo'ladi va daraxtning ro'para qismi mana shu daraxtning ro'para qismi dehqonlar yana 80 santi pastda chuqurroq bo'ladi. Ya'ni 50 santi chuqurlaganimizdan keyin daraxtning ro'parasini yana 30 santi chuqurroq qilib qo'yamiz. Maqsad shu namlikni ko'proq tortishini hisobini olgan holatda 50 santi kavlagan arig'imizdan tashqari daraxt ro'parasini yana 30 santidan chuqurroq qilib qo'yamiz. Mana shu holatda. Mana tomirlar chiqyapti. Ko'pchilikda savol bo'lishi mumkin. Tomir chiqqan paytida kessak, bu hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni lopatka bilan ishlagan paytimizda agarda mana shunaqa tomir chiqadigan bo'lsa ham, bu zarar yetkazdirmaydi. Shuning uchun mana shuni hozir mana ozgina kavlatgan holatda sizlarga ko'rsatib beray deb video qildim. Dehqonlar, yana bir bor mana shu kirib keladigan yangi yilimiz barchamizga omad, ishlarimizga rivoj olib kelsin. Bizni shu paytgacha kuzatib, qo'llab-quvvatlagan dehqonlarimizga, opa-singillarimizga barchalariga rahmat aytaman. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimizda ham kundan kunga obunachilarimiz ko'payib boryapti. Hozir 2400 dan oshdi menimcha. Silkasini yozib ketaman. Bemalol Telegramga o'tib qidiruv bersalaring chiqadi. Bemalol sizlardan keladigan savollarga rasm yoki video orqali javob beramiz. Dehqonlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ertaga endi dam olamiz, xudo xolasa. Keyin yana ishga qaytamiz. Zaявkalar bo'ladigan bo'lsa bizga, ya'ni kesish bo'yicha zaявkalar bo'ladigan bo'lsa, pastda 2 ta nomer qoldiramiz. Mana shu pastdagi nomerlarga SMS orqali ko'chatni sonini, yoshini, to'liq manzil, ismingizni va ishlatadigan nomeringizni SMS qilib yozib qo'ysangiz, biz daftarimizga yozib qo'yamiz va qayerga boradigan bo'lsak, shu yerdagi bizga zaявka jo'natgan akalarimiz bilan bog'lanib, mana shu ishlarimizni qilib berib kelamiz yoki maslahatlarimizni berib kelamiz. Dehqonlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rgan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar. Bergan ma'lumotlarimizga biz ham rozimiz.
Agarda gaplarimizda qayerdadir xato kamchilik bo'lsa, buning uchun oldindan uzr so'raymiz. Bizni ham to'g'ri tushunasizlar. Biz ham adashishimiz mumkin, chunki biz ham bandamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.